ancha qiziq narsa bo'ldi-da. Shu yurib ketyapman. Oldinda 3 ta qiz ketyapti. Orqamda 2 ta bola kelyapti. Bolalar skrovni kelyapti, qizlar jirt. Og'izdan kirib chiqayotgan gaplarni eshitsa odam uyaladi. Bolalar shunchaki jim gaplashib kelyapti-da. Ya bu nimadan ekan bu? Taxminan 8-sinf, 9-sinf yosh qizchalar. Og'izdan shunaqa so'kinish gaplar chiqyapti, uyatsiz bir balo gaplar chiqyapti. Kimdir qizi endi shu ham, kimdir yomonlashmasin. Prosta uyatda, men uyalib ketyapman-da. Ikki og'iz gap gapirdim, yuzimga sapchiyapti. Yana xafa bo'lib qoldim. Ota-onalar mana shunaqa narsalarga tarbiyani berish kerak emasmikan? Qattiq turish kerak emasmikan? Sal seryozni qarash kerak lekin. Bilmadim endi.